Assalomu alaykum Chorvoy City'ning yashaydigan obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Chuko'pir tuman Pichoq qishlog'i deganmiz. Shu Optim Chozonchi Muhammedjon degan fermasida haqiqiy yemga tayyor buqalar. Hurmatli obunachilar, haqiqiy paltarashga deganlar mana. Green Ford. Ikkita limuzini ham bor, 2 dona. Hurmatli obunachilar, mana limuzin. Haqiqiy puli yengil joylari olsangiz haqiqiy foyda qilasiz. Hurmatli obunachilarimiz, soniga 14 bosh, hammasi shoxsiz variant. Mana hurmatli obunachilar, umuman shoxi yo'q, qo'ng'ir jingalar deganlarda mana. Buni turishini ko'ringlar. Mana orqalar, tepalar o'ta yoyilgan. Haqiqiy olsangiz foyda qilasiz. Umuman ziyon qilmaysiz hurmatli obunachilarimiz. Xudo xohlasa mol joyimiz torlar uchun shitda sekin chiqarib bitta o'tkazib ko'rsataveramiz hurmatli obunachilar. Mana bu tepalarga mollar o'ta yuvosh, yeb ichsa boshqa narsasi umuman gap so'z yo'q. Aybi o'tni ko'paydi hurmatli obunachilarimiz, aybi shu. Mana turishni ko'ringlar. Haqiqiy olsangiz pulingizni ko'paytirib beradi. Oborat 5 oy yemini o'zi tayyor bo'ladi. Qassobga sotaverasiz hurmatli obunachilar. Bular kilosi 500 kilodan keladi hammasi. 500 kilolar bu qolar hurmatli obunachilarimiz. Xudo xohlasa ichidan pullarini etamiz. İçinden 32 milyon ikkita chiqarib beramiz. Hurmatli obunachilar, ikkita olasini, bitta olasini O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Dastavka qilib beramiz hamma joyga. Eng kattasini tanlab olaman, bitta boqaman deganlar uchun 37 million qilib beramiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar, hurmatli obunachilarimiz, kelishadigan joyi bor. Molni o'ziga pul to'laysiz, dastavka umuman pul to'lamaysiz, yetkazib beramiz hurmatli obunachilarimiz. Agar 14 boshda bir joyga olaman deganlar uchun, bir joyga tashab qo'yaman deganlar uchun 34 milliondan ketaveradi. 34 milliondan ketadi hurmatli obunachilar, kelishadigan joyi bor. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana ko'ringlar, yeshi sulus, kepaydi. Bu faqat olib borib ishqovoz yemlash kerak. Yana bosib boqish kerak-da. Turishni ko'ringlar bularda. Ishqovoz olib borib boqish kerak. Endi bundan kichikroqlari kerak deganlar uchun bundan kichikroqlari ham bor. Tashqarida ularni ham bir qator ko'rsatamiz.